Hammaga salom obunachilar, sizlar bilan birgalikda man Starjonman va mani YouTube kanalimga xush kelibsizlar obunachilar. Sizlarni YouTube kanalimda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Nima gap, tuzumsizlar? Charchabsizlarmi? Ishinglar bo'ptimi? Qalaysizlar? Menga keladigan bo'lsak, menda hammasi chotki. Uje kanalimda rezultat borligini ko'rib, men juda ham xursand bo'ldim, chunki qisqa vaqt ichida juda ham ko'p obunachilar to'plashga ega bo'ldik. Menimcha biz O'zbekistondagi eng tez obunachi ko'taruvchi, eng ajoyib blogerlardan biri bo'lsam kerak. Xo'p, mayli, bugun nima qilamiz? Bugun qiladigan ishimiz qishloqda har doimgidek hamma qiladigan ishlar qanaqa bo'lsa, o'shani qilish. Xo'sh, obunachilar, ko'rinishimda o'zgarish sezdinglarmi? Va bilaman, sezmaysizlar, chunki hech narsani o'zgartirganim yo'q. Xo'p, mayli bo'pti, bo'lmasam qishloqdagi ishlarni boshlaymiz. Bizda nima bor ekan? Bu yerda kartoshkalar bor ekan, qachon bo'lmagan, har doim bo'lgan. Keldi, mana shularni hammasini shaqqallatib olib tashlaymiz. Xo'p, yaxshi, endi navbat bunisiga ok. Xo'sh, sabzilarni ham olib tashladik. Vau, gap bo'lishi mumkin emas. Endi bu sabzilarni ekib chiqamiz va har doimgidek janob merga berishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, mayli, bo'lmasam, qani endi bu yoqdagi kartoshkalar va bu yoqdagi bug'doylar. Albatta, bu safar bizni janob merimizda yangicha условия qo'yildi, ya'ni nima deydi, yangicha tartib, yangicha qonun qo'yildi. Xullas, endi mana bu urug'lardan tashqari endi mana buni nonga aylantirib berish kerak ekan. Birato'la novvoylik qilishim qoldi. O'zi peshonamdagi anavi bor-ku, mana bu ko'ryapsizlarmi? Nomi nima edi? Belbog'. O'sha peshonamdagi belbog' o'zi ham novvoylarga o'xshatib ko'rsatdi mana. Shu agar bu yer mani novvoylarga o'xshatib ko'rib bo'lsa, shu novvoy bo'lib qo'ya qolgan ekan. Lekin plyus tomoni qanaqa? Plyus tomoni oylikka pul voy, men bitta sindirib qo'ydimmi? Balakat va shu ketmonni sindirmay deyman, mana yana ishlatib qo'ydim. Bu degani yangicha muammolar. Hozir borishim kerak. 2 dona temir olib kelishim kerak. To'g'risi bugun ishga umuman toqatim yo'q. Umuman ish qilgim kelmayapti. Faqatgina yeb, bilmayman, jitelni chaqirib, qaysidir bitta fuqaroni chaqirib, endi u bilan men bitta piknik qilishmi? Xullas, bugun havo juda ham ajoyib bo'lyapti. Yozdagi issiqlar yoki qishdagi sovuqlar yo'q, o'rtacha iliq havo bo'lyapti va men bundan bag'oyatda xursandman. Janob mer, kirsam bo'ladimi? Ha, kiraver. Nima gap, Starjon? Assalomu alaykum. Nima gap, tuzumsiz? Charchamayapsizmi? Shu qishloqqa kelganimga 18 yil bo'lgan bo'lsa ham bor-ku, bir marta ham choy damlab bermabsiz. Balkim bugun damlab berarsiz. Nima qilding, olib keldingmi? Hali non qilishga ulgurmadim. Uzra, novvoyman aytgancha hozir boraman, olib kelaman. Mana 50 ta kartoshka, 20 bitta sabzi va 5 ta urug', qolganlardan esa non tayyorlayman. Nima deysiz? Qalay? Fikrlar zo'rmi? Natija zo'r, mayli, davom et. Yangicha kreslo xarid qilibsizmi? Bu nima, prozrachniy, past ko'rinib turar ekanmi? Dahshat. Qachon buni yuvamiz endi? Bilmadim. Mayli, bo'pti, bo'lmasa men ketdim, jigar, gaplashamiz. Bolalar aytgancha, kecha men shaharga chiqqandim ba'zi bir ishlar bo'yicha, bilasizlar, faqat kaminayu kamtarim men bu kichkinagina bitta qishloqchada o'tirmaydi. Shaharga chiqsam, bilasizlarmi kim turgan ekan? Kim? Topinglarchi, mana kommentariyaga hozir yozib qoldiringlar. 5 gacha sanagunimcha yozdinglar. 1 2 3 4 5. Hazillashgandim, nimadir yozib qo'ydinglarmi va battar bo'linglar. Mayli, bo'pti. Endi obunachilar nima qilamiz? Hozir men keraksiz kartoshkani musorga tashlaymiz. Hazillashdim yana bir martalab bolalar. Shaharga chiqqanimda bilasizlarmi kimni ko'rdim? Ani tez yaqinda rekka chiqib ketdi internetda, Tohir aka bo'lmish. O'shani ko'rdim. Uni ko'rgandan keyin xayolimga nima keldi? Bo'lmish serialini olish keldi. Nima deysiz? Shu Minecraftda bitta chotki qilib bo'lmish serialini olramizmi? O'g'irsilagan ash chotki bo'lardi. Bolalar takom bo'lmish bo'lamiz. Ssenariy qanaqa bo'ladi? Mana bo'lmish bo'lamiz, ko'chada yotamiz, boshqa qilamiz, butulka teramiz, uni sotamiz. Uje bizada chunki aql bo'ladi, vaqtida karyeralarimiz juda ham zo'r bo'lib, boy bo'lib, keyin birdan kambag'al bo'lib qolgan bo'lamiz endi. Miyada bilim bo'ladi-yu. O'sha bilimni yana suiiste'mol qilgan holatda biza kallani ishlatib, xullas rising up, ya'ni inglizlar rising up deydi, o'zbeklar ko'tarilish bo'ladi, boyib ketish. Xullas mana shunaqa qilib millioner, rich man bo'lamiz obunachilar, nima deysizlar? Mayli, tez non tayyorlaylik, hozir buxom xayol bilan kun o'tib ketadi. Xo'p, obunachilar, bizda 4 ta buxonka emas, 4 ta bulochka emas, 4 ta non bor qo'limizda. Oddiy, chunki Minecraftda boshqacha non turlari yo'q. Sizlarni aldashgan, agar bor deyishgan bo'lsa, yo'q. O'sha sizlar telefonda o'ynaydigan Bedrock versiyalarda ham, biza kompyuterda o'ynaydigan yoki sizlar ham kompyuterda Bedrock o'ynaysizlar. Uni ko'p nima deyman, kompyuterda Java, kompyuterda o'ynaydigan Java
o'yinchilarini ko'plar bilishadi. Minecraftda non turlari bitta va telefondagisi ham bitta. Albatta unga mod qo'shib boshqa qilmasanglar, mana 4 ta non bor. Agar buni sotsangiz, nima deydi? Zo'r foyda qilasiz. Endi men bu qo'limdagi 2 ta ortib qoldi. Uyga boraman, buni nima qilaman? O'zim nimadir qilaman-da. Mayli janob. Mayli, Sarjon charchama uzra, men bittasi bilan gaplashayotgandim. Ha, mayli, hech qisi yo'q, hech qisi yo'q. Bola bilasizlar, mana shu Sharomerda bor pul ko'p, lekin bir tiyin pul chiqargisi kelmaydi. Bola o'ynasin, sindirib tashlasammikin. Hazillashdim, biz aqlli bolamiz. Bola hech qachon bola hech kimga zararimiz tegmagan. Xo'p, endi nima qilamiz? Hozir sizlar bilan birgalikda tashqaridan ajoyib joy qilamiz va keyin qo'shnim jitilni chaqiraman va u yerda piknik qilaman. Xo'p, qani ketdim stol bezatishga. Do'stimni chaqirib piknik qilsam, bilasizlarmi bo'ladi? Voy, shunaqa dahshat bo'ladi. Bo'sh vaqtinglarda ayniqsa dangasalarcha, bir bemaqsadlarcha piknik qilamiz. Hozir qani go. Oh my goodness, bolaman. Qo'limga qaranglar, juda ham ko'p narsalar bor. Prosta tak jitilni chaqirsam bo'ldi. Bilaman, sizlar ham ichinglarda o'ylayapsizlar, nima u tekinxo'rmi, nimadir olsin deb. Yo'q bolalar, biz juda ham yaxshi insonmiz. Biz simple manmiz bolalar. Sizlar simple man, gentleman, meaning, ya'ni ma'nosi bir xil. Xo'sh, endi bu stolni chiroyli qilib bezatish kerak. Lekin bolalar bezatganga yarasha bizda bitta usloviya bor. Ya'ni nima uchun jitil bizaga qo'shilganda o'zi bilan ovqat olib kelmaydi. To'g'ri, yaxshi insonman, lekin ichimda bitta yomon inson bor. U inson aytayaptiki, "Umuman stulchik qo'ymagin, turib ovqatlangin" deyapti. Turib ovqatlanish qanaqa azobligini bilasizlar, to'g'rimi? Men aynan shunaqa qilaman. Ya'ni bu fobiya deyiladi, bolalar, jitillik fobiyasida. Hozir xursand, tipa chiqaman, unaqa qilaman. Yo'q, ovqatni osonlikcha bermaymiz bolalar. Mana nondan lekin muammo yo'qda, bir chelak non olib kelib qo'ydim chelakning ichiga. Takoy mazza qilib ovqataman. Mana bunaqa pechenye bor ekan, topganim shu bo'ldi. Sabzini to'g'rashga yoki savatdan olishga erinmadim. Savati bilan olib kelib qo'yardim. Mana bozorda rastalar bo'ladi-yu, shunaqa rasta bilan olib kelib qo'yardim. Xohlagancha bo'lguncha yeydi, bilasizlar, ular tekin deb ko'p yeyaveradi. Xo'p, mayli, choynakni spitsalni pushtirangini olib keldim. Mana ko'rishingiz mumkin, pushtirang. Choynak bu nima uchun pushtirang desanglar, bolalar, dasturxonni ko'ryapsizlarmi? Dasturxon pushtirangda. Shunga rangi uladim-da, tushunasizlarmi? Piyolalar ham pushtirang, mana bunaqa ana atlasmidi, nima paxtagul qilgim kelmadi. Mana shunaqa nima deydi, skromniy qilib olib keldim bolalar. Mana bitta pechenye bor, ustiga mana bunaqa kamalak rangli sedanami, nima do'lanami, shunaqa narsalar sepilgan. G'ashli zo'r, to'g'risi ovqatga yaxshi tushunmayman. Agarda so'zda xato bergan bo'lsam, xato talaffuz yoki bo'lmasam xato so'zlar ishlatayotgan bo'lsam, iltimos ovozingizni o'chiring, so'zni to'g'rilamang, chunki men o'zim to'g'ri gapiryapman. Xo'p, mayli, bo'pti bolalar. Jitilga Telegramdan yozib qo'yaman. Chiqsa chiqdi, chiqmasa bitta o'zim piknik qilib bilmadim. Jo'ta stulchiksiz ovqatlantirishim to'liq nima deydi, yetib bormayapti, ya'ni mazza qila olmayapman. Undan ko'ra o'zim ovqatlanib, hammasini o'zim yeganim yaxshi. Hatto bu narsalar o'zi ham menga tekinga keldi-da. Nimadir bo'lish kerak endi. Yana bitta odam bo'lish kerak boshini qotirishga. Mayli, bo'pti, ketdim. Daraxt chopib kelaveraychi, jitilga yozib qo'yay. Bolla. Piknikka chaqiramiz-da. Keyin bilaman, Telegramga kamdan kam kiradimi. Telegramni vaqtida o'qimagani uchun chaqiraman, telefon qilib baqirib tashlayman. Menga qara, sen nima vaqtida kelmading? Sen odam deb chaqirdim deyman. Voy bolalar, bilasizlar-yu, mana shu ichimdagi qora odam bor-ku, asta-sekin sirtga chiqishni boshlayapti, bilmayman nimaga. Xo'sh, men bu ot ko'zimga yomon ko'rindi. O'ldirib yuborsammikin? Ayo, hayit yaqin bola, hayitga qoldirdim buni. Xo'p, mayli, ketdim. Endi men bu daraxt topib kelib qo'yay. Nimaga o'zi birdan ovqatlanishga ketayotgan joyidan daraxt chopib ketyapsizlar desanglar, bolalar, har bir minutim men uchun bilasizlarmi, oltinga tengda, tushunasizlarmi? Boy qanaqa boydi? Mana shunaqa qilib har bir minutini tejamasdan boyidi-da. Bolalar, yo'q, tejab boyidimi yo'q. Xullas, har bir minutdan to'g'ri foydalanib boyidi, tushunasizlarmi? Men shunaqa qolma, lekin bir haftadan beri o'xshamayapti. Okey, harakat bor, natija yo'q. Mayli, 19 ta yog'och bor ekan, bu menga yetadi. Aytgancha tosh ham olib qo'yavering, menga tosh ham kerak. Ya'ni hozir sekin-sekin uje nima deydi, minimalizmni boshlayapman. Oldin temirdan mana bunaqa boltalarni yasab turib, yaxshi narsalarni ishlatsam, hozir toshdan ham yasayman. Shunaqa qilib, zato bu yoqdan misol uchun boshqa narsa olaman-da, unda ko'zga ko'rinadigan, misol uchun yaxshi bitta mashinami yoki bo'lmasa bitta zo'r
nima hech kimda yo'q, qishloqda hech kimda yo'q. Misol uchun tarozmi yoki bo'y o'lchagichmi, xullas kattaroq ko'zga ko'rinadigan nimadir olib, ko'z qilib chiqaman. Barcha qishloqdagi aholiga hamma ko'rsin deb o'zim ham ko'rmaganga o'xshab shunaqa qilsam, voy bolalar, hammani e'tibori men uchun juda ham qiziq, bilasizlar-ku. Xo'p, endi mana bu qo'limdagi 7 ta tosh va 19 ta yog'ochni sandig'imga solib qo'ysam, bu nima degani bu? Bu degani bola уже bugun ishingda unum bor. Nimaga desa, o'zingni ishlaringni cho'tki qilib perfekt darajada yetkazib